34-ci sual. İslamdaki 5 farzning birisini inkar qilganning yoki uning farzligini e'tirof qilgan, ammo uni kamsituvchining hukmi nima? 35-ci sual. Yuqorqi farzlarning farz ekanligini tasdiqlab turib, o'rinliq yoki ta'vil, ya'ni o'z tushunchasi orqali xohlagancha burmalash qilish bilan uningdan birarini qilmaslikning hukmi nima? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tuvanda dehqonlarga İmam Hafiz al-Hakami rahimahullohning İslam aqidasi haqida savol-javoblar kitobidan İslam asoslari babida 34-ci savol. İslamdagi farzlarning birasini inkor qilganning yoki uning farzligini e'tirof qilgan, ammo uni kamsituvchining hukmi nima? 35-ci savol. Yuqorqi farzlarning farz ekanligini tasdiqlab turib, o'rinliq yoki ta'vil, ya'ni o'z tushunchasi orqali xohlagancha burmalash qilish bilan uningdan birarini qilmaslikning hukmi nima degan savolning javobini o'qiymiz inshaalloh. A'udhu billahi minash shaytonir. 34-ci savol. Yuqorqi farzlarning birasini inkor qilganning yoki uning farzligini e'tirof qilgan, ammo uni kamsituvchining hukmi nima? Cevap, yuqorqi farzlarning birasini inkor qilganning yoki uning farzligini e'tirof qilgan, ammo uni kamsituvchining hukmi u xuddi iblis va Fir'avnga o'xshashdir. U boshqa yolg'onchi, takabbur kofirlar o'ltirilgandek o'ltirildi. 35-ci savol. Yuqorqi farzlarning farz ekanligini tasdiqlab turib, o'rinliq yoki ta'vil, ya'ni o'z tushunchasi orqali xohlagancha burmalash qilish bilan uningdan birarini qilmaslikning hukmi nima? Javob, yuqorqi sabablar tufaylidan namozni kechiktirib qolsa, uningdan tavba qilish talab qilindi. Tavba qilishga unamay turib olsa, uningga ölüm cezası verildi. Allah subhanahu wa ta'ala bu vaqtda mundaq deydi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Tercümesi: Eğer ular tövbe qilsa, namaz o'qisa, zakat bersa, ularni qo'yib beringlar. Sura Tavba 5-oyatning bir qismi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq deydi. Men kishilar bilan hattoki ular bir Allohdan boshqa ibodatga loyiq hech ilohning yo'qligiga, Muhammad alayhissalomning Allohning elchisi ekanligiga guvohlik bergicha, namoz o'qigicha va zakat bergicha urush qilishga buyurildim. Agar ular shularni qilsa, ular qonlarini va mollarini mendan saqlab qoladi. Faqat islomning haqqi bilan saqlab qola olmaydi. Izohat, ya'ni islomda qon to'kishga o'xshash jinoyat sodir qilgan bo'lsa, islomning haqqi hurmati bilan uningga beriladigan jazo ijro qilinaverdi. Izohat tugadi. Birlikka kelgan hadis. Agar zakat bermay qolsa, u odamga islom hokimiyatining kuchi yetgan taqdirda imom, ya'ni musulmonlarning boshlig'i uningdan zakatni majburiy oladi va uni bu ishdan qaytarish uchun uning melidan qo'shib, ya'ni jarimon ilindi. Bu vaqtda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq deydi. Kimki zakatni bermasa, biz uni, ya'ni zakatni uning ba'zi mollari bilan qo'shib olamiz. Ahmad, Abu Davud, Nasa'i, Ibn Abi Shayba
va Abdurrazzaq qatorliqlar rivoyat qilgan. Agar zakotni bermaganlar bir to'p kishilar bo'lsa va ulardan elishga kuchi yetmasa, imom, ya'ni musulmonlar boshlig'ining hatto zakotni ado qildirguncha ular bilan urush qilishi vojib bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yuqoridagi hadisi Abu Bakr radhiyallohu anhu va sahaba radhiyallohu anhumlarning qilgan urushi buning dalilidir. Izohat. Ayni zamonda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam vafot bo'lib, ko'p o'tmay ba'zi badaviy arablar zakot berishdan bosh tortgan. Shuning bilan xalifa Abu Bakr va sahaba radhiyallohu anhumlar birlikka kelib, ular bilan toki ular taslim bo'lguncha urush qilgan. Izohat tugidi. Ammo ro'za haqida aniq bir hukm yo'q. Shundaqdimi imom yoki uning izbasari u ogoh bo'lg'adak jazo orqali uni jazolash kerak. Hajga kelsak, odamning umrining hammasi hajning vaqti bo'lib, haj faqat u kishi o'lishi orqaliqla qazo bo'ladi. Ammo hajga oldirash vojib. Uningga sal qarashning oxiratning jazolaridan biri ekanligi haqida ogohlantirishlar bor bo'lib, uningda dunyoda beriladigan maxsus jazo belgilanmagan. Alhamdulillah. Yuqorida Imom Hafiz al-Hakami rahimahullohning Islom aqidasi haqida savol-javoblar kitobidan Islom asoslari babida 34-35 savol va uning javoblarini angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.